ro'yob badiiy uslub. Siz publitsistik uslubda yozyapsiz. Tatbiq T bilan tatbiq etilishi va uning afzallik jihatlari bo'lmaydi. Afzal jihatlari bo'ladi yoki afzalliklari bo'ladi. Boshqalarga sizlarni men xohlayman, shu viloyatlarda borib, sizlar master klass o'tishlaringizni xohlayman. Ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda qilingan va sizning ushbu 3 kunlik o'quvda ishtirok etganligingiz shunchaki emas, muvaffaqiyatli ishtirok etganligingiz uchun beriladi. Demak, birinchisi Xudoyqulova Feruza Ergashevnaga. Farg'ona suv ta'minoti axborot xizmati rahbari Ahror O'tanbayev. Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Alijon aka.